Do'da, assalomu alaykum. Alaykum yaxshimisizlar? Umringiz uzoq bo'lsin. Yoshingiz nechida? Yoshman 82-81. Oxirgi paytlarda Instagramda tog'dagi dachalarning narxi arzon bo'lib ketdi degan videolarni juda ko'p kuzatyapman. Menimcha bunga sabab odamlar endi tushunib yetishyapti haqiqiy dam olish qanaqa bo'lishini. Biz ham yaqin qadrdon og'aynilar bilan bitta kunni belgilab piknik qilgani dam olishga chiqdik. Bu joy lokatsiyasini videoning oxirida aytaman. Hozirgi paytda piknikka chiqishga nima kerak bo'lsa, hamma narsani prokatga olish mumkin. Narxlari ham unaqa qimmat bo'lmaydi. Shu ish bilan shug'ullanadigan aka-ukalar mana sizlar uchun kommentariy ochuv, profilinglarni, nomerlarini qoldirsanglar, kimga kerak bo'lsa shu orqali topib olishliksa ham mumkin. Ulfatlar orasida o'zi bitta ovqat qilishni yaxshi ko'radigan odam bab bo'ladi. Bizda ham shunaqa do'stimiz borishimizga sirazi qozon koplarni qilib berdilar tovudan. Ovqatdan keyin men o'zimni firminiy rost gapirtiradigan choyimdan damlab berdim. Okalar mazza qilib ichib olishdi. Keyin sekin devzaladan oshga harakatni boshlab bordi. Orada mayin yomg'ir ham yog'ib o'tdi. O'zi havo toza bu joylarda. Yomg'irdan keyin yana ham boshqacha bo'ldi. Odamning miyalari shunaqa dam oldi. Sizlar ham albatta bu joyga chiqib ko'ringlar kechki payt. Kech paytda endi gapirmasam o'zingizlar bilsanglar kerak. Mana shunaqa toza havoda dam olishni, gashtini bilgan bo'ladi. Qadrdon og'aynilar bilan mana bunaqa samovarda choylarni ichib, gaplashib o'tirsanglar, hamma stresslaringiz unutilib ketadi. Aytgancha piknikka chiqqanda albatta qalin kiyimlarni, ko'rpalarni olinglar. Tog'li hududlarda havo salqin bo'ladi kechasi. Xullas, maza qilib damlarni olib ertalab ho'l mevalar bilan choylarni ichib olib, shashlikka harakatni boshlab yubordi. Bu joy Toshkentdan 75-80 kilometr uzoqlikda joylashgan. Oqsoq ota deyilar ekan bu joy nomi. Kelmoqchi bo'lsanglar, Kumushkon tarafdan kelsanglar, yo'llari nisbatan yaxshiroq ekan. Maydon toldan keladigan bo'lsanglar, tegi balandroq mashinada chiqishinglarni tavsiya qilaman. Shu videoni ko'rib, shu joylarga borib, o'zidan kelgan chiqindilarni tozalab, tabiatni asragan insonlar iloyim uyingizga eson-omon 5 ga setib olinglar. Aksinchasini qilgan odamlar o'zingizlar tushunib olgan bo'lsanglar kerak. Bu videoni kursdoshlar, sinfdoshlar, qarindoshlar hammani gruppasiga yuborib, albatta sizlar ham birgalikda chiqinglar, ishni ham qilinglar, damni ham olinglar, Botir Xobiga obuna bo'lib, videoga like bosib, profilli videolarni ko'rib chiqinglar, qiziqarli lokatsiyalar, yaxshi videolar bor menimcha. Kuzatib tursanglar, bundan ham zo'rlari oldinda. Hammaga e'tibor uchun rahmat.